Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Qadrli do'stlar, bugun asosiy e'tiborimizni Qatarda start olgan U17 jahon chempionatiga qaratamiz. Demak, 3-noyabr sanasida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati start oldi. Demak, shu vaqtgacha bo'lib o'tgan o'yinlar natijalari haqida ma'lumot beramiz. Kosta-Rika, Birlashgan Arab Amirligi 1-1, Janubiy Afrika, Boliviya 3-1, Senegal, Xorvatiya 0-0, Yaponiya, Marokash 2-0, Argentina, Belgiya 3-2. Yangi Kaledoniya, Portugaliya 1-6, Qatar rasmiy mezbonlar birinchi turda yutqizib qo'yishdi. Ya'ni Qatar, Italiya 0-1, Tunis, Fidji 6-0. Islombek Ismoilov ertangi o'yinga jangovar ruhda tayyorgarlik ko'rdik. O'zbekiston U17 terma jamoasi ertaga, ya'ni 5-noyabr sanasida jahon chempionatida o'z yurishini Paragvayga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Terma jamoamiz ustozi Islombek Ismoilov ertangi o'yin haqida qisqa fikrni bildirdi. Jamoada kayfiyat a'lo darajada, tayyorgarlik yetarli darajada olib borildi. Futbolchilar 100% o'yinga tayyor. Ertangi raqibimiz o'z qit'asining eng kuchli terma jamoalaridan biri. Oson o'yin bo'lmaydi. Jahon chempionatida oson raqibning o'zi yo'q. Shunga qaramay, ertangi o'yinga biz jangovar ruhda tayyorgarlik ko'rdik, dedi murabbiyimiz. Ertangi uchrashuv, qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti bilan kech soat 18:00 da start oladi. Ya'ni Paragvay U17 va O'zbekiston U17 terma jamoalarining ilk jahon chempionatidagi birinchi o'yini. Demak, qadrli futbol muxlislari, U17 jahon chempionati Paragvay O'zbekiston uchrashuvida ishlaydigan hakamlar ma'lum bo'ldi. Paragvay U17 O'zbekiston U17 jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni norvegiyalik hakam boshqarib boradi. Bosh hakam Rohit Saygi. Demak, 5-noyabr Qatardagi Aspire Akademiyasi 1-nomli stadionda 18:00 da Toshkent vaqti bilan start oladi. Qanot hakamlari Andres Dali, Yorgen Valstad CV, X ham Norvegiyadan, 4-hakam Hamza El Fariq Marokash. Demak, ertangi o'yinda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasiga omad tilaymiz. Albatta, nasib etsa o'zbekistonlik o'smirlar Paragvay jamoasini mag'lubiyatga uchratib, birinchi 3 ochkoni qo'lga kiritishadi. U17 jahon chempionatining navbatdagi bahslarida ham o'zbekistonlik hakamlar ishtirok etadi. Ya'ni Angliya Venesuela uchrashuvida Rustam Lutfilin zaxira hakami, Sanjar Shoyusupov 5-hakam sifatida faoliyat olib boradi. 5-noyabr kuni sanasida bo'ladigan o'yinda Chili o'ynaydi. Unda ham Rustam Lutfilin zaxira hakami, Akmal G'iyosov 5-hakam sifatida ishlaydi. Qadrli do'stlar, O'zbekiston U17 terma jamoamizga omad tilaymiz. Eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti bilan 5-noyabr sanasida O'zbekiston o'smirlari ilk yurishini boshlashadi. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Albatta, o'smirlarimiz uchun like tugmachasini bosishni unutmang. Osiyo futboldan uzoqlashmang. Ertaga yana biz gaplashamiz. Salomat bo'ling.